Barmayman dedim-ku, barmayman. Men doktorxonaga bek uch. Kesel yo'qligini o'zinglar beringlar. Jinim qo'zam, u degan sening hammachaң. Hammamiz uni yo'qlab bardik. Faqat senla barmiding. Unda qilmay ma'qul degan qizim. Billa berib kelaylik. Jinim ana, men doktorxonaga bek uch. Bo'ldi men bormaychu. Unda qilmay ma'qul degan qizim. Hammachaң seni bekmi yaxshi ko'rdi. Har qitim borganimizda seni so'raydi. Bir qitim bo'lsa-mu berib yo'qlab kelsang nim bo'ladi? Voy jon ana. Cheksiz kuch qudratga ega yagona mavjudiyat Alloh taolodir. Kela o'g'lim, yinimga kel. Yaxshi turyotamsiz, bova? Alhamdulillah, yaxshi bolam. Sanchi? Qani kela ali. Fatimaga nim bo'ldi? Men shish uchun kelgan edim, bova. Meni opam evatdi. Fatimaga gap anglitolmabdi. Doktorxonadagi amachamni yo'qlab keldik-emiz. Fatima doktorxonaga bormayman deb turyapti. Opam meni sizning yoningizga evatdi. Sizni Fatimani doktorxonaga berishga ma'qul keltira oladi deydi. Ha, tushundim bolam. Fatima bilan o'zim so'zlashay. Bova, qanday ahvolingiz? Alhamdulillah, yaxshi qizim. Sen yaxshi turyotamsan? Allohga shukri. Yaxshi turyapman. Meni chaqirib ekansiz, bova. Nima ish bor edi? Qana o'ltira qizim. Anglasam, onang bilan billa hamachangni yo'qlab berishga unumabsan. Aytqina qizim, nima ish qo'nmading? Meningcha bir berib hamachangni ko'rib kelsang yaxshi bo'lardi. Men doktorxonani faqatla yoqtirmayman, bova. Shunga bormayman degandim. Jinim qizim, kasal yo'qlash bizning majburiyatimiz. Og'riq kishi osonla yolg'izlik tortib qoladi. Meningcha hamachang seni ko'rsa, cho'qim xo'shal bo'lib ketadi. Shuning bilan kasallik azobimi yeniklab qoladi. Ya'ni shuni unutmag'in qizim. Kasal yo'qlash tuqqandorchilik rishtini kuchaytiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom musulmonlarning o'zaro bir-birini yo'qlab turishlarini tavsiya qilib, jannat diniy qarindishini ziyorat qilgan va uningga yordam qilgan kishining uyidir degan. Shunga layoqatlik bir musulmon og'rib qolgan do'stini yo'qlaydi. Boshqa kun tushganda uningdan yordamini aymaydi. Biz og'riqlarni yo'qlab, ularga ruhiy jihatdan tasalli bersak, ularning kesilimi tezli shifo topadi. Bizmi ularning rahmatiga erishimiz. Undaqda kasal yo'qlash bek savobli ishkan-ku, bova. Albatta, o'g'lim. Islom dinimiz so'ygu, muhabbat, qarindoshlik dinidir. Bulardan boshqa yana bir muhim masala bor. Nima masala u? Onasining so'zini anglash. Balalar har vaqt ota-onaning so'zini anglashi kerak. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq degan: Parvardigoringlar faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri yoki ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashnib qolgan bo'lsa, ularga o'hoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni dushkanlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Demak, biz va farzandlar ota-onamizning so'zini anglashimiz lozim. Qizim, onangning so'zini anglab, doktorxonaga borgin. Hammanglardan kechirim so'rayman. Xato qilganligimni tunib yetdim, bova. Tez berib, onangdan kechirim so'rgin, qizim. Hozirla boray, jinim bova. Fatima, endi berib hamachimizni yo'qlab kelaylikmi? Shunda qilaylik. Billa berib yo'qlab kelaylik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, bolarim. Sizlar mong'icha men sizlarga payg'ambar alayhissalomning hayoti haqida ozroq so'zlab beray. Qandoq deysizlar? Quraysh arablari Ka'bani remont qilish uchun ish boshildi degan yerda to'xtagan edik, deyman. Quraysh Ka'baning buzilgan yerlarini remont qilib bo'lgandan keyin Hajarul Aswadni o'rniga elib qo'ymoqchi bo'lganda, Qurayshning qotilari kimning qo'yishi to'g'risida talash-tortish qildi. Abu Talib, nima qilmoqchisan? Hajarul Aswadni o'rniga elib qo'ymoqchiman. Bu sharafli ishni o'z oldingga qila olmaysan. Nemishqa qilamoqdakman? Biz degan Ka'baning qo'g'dug'uchilari tursak. To'g'ri, lekin Ka'bani qayta bino qilishda bizning majrimiz bor. Biz Umayya jamoati Makkaning otliq qo'shinlarining qo'mondoni. Shunga bu sharafli ish bizga mansub bo'lish kerak. Meningcha bu sharafli ish Ka'bani qo'g'dug'uchilarga mansub bo'lsa, eng muvofiq. Ka'bani qo'g'duvchilar bilan bu ishning nima munosabati bor? Ka'bani qayta bino qilishda hammamiz o'xshash kuch chiqardik. Shunga bu sharafli ishdan hammamiz o'xshash bahralanmasak bo'lmas. Hech kim bu sharafga o'z oldimga ega bo'laman deb xam xiyol qilmasin. Nima ish qilyapsizlar? Hoy, qilichinglarni yig'ishtiringlar. Hey, Abduttar jamoati, ko'rmayapsizlar. Ka'bani qo'g'dug'uchilar biz tursak, ularning bu ishni bizdan talishayotgani nemisi? Hey Abu Talib, sendin Ka'bani qo'g'dash ishini tartib olaydi demidik-ku.
Toshni o'rniga qandoq qo'yimiz deyishyapmiz. Binoga hammamiz o'xshash kuch chiqardik. Toshnimi hammamiz qo'ysak muvofiq bo'ladi. Varangchilik qilmanglar, gapimni anglanglar. Qani, qo'liqimiz siladi. Bu ishda men sizlarni yarashtirib qo'ysam, qandoq deysizlar? Qani amsa, o'zlari yarashtirib qo'ysizlar. Biz o'zlarining yarashtirib qo'yishlarini xohlamaymiz. Amsa Bani Shayba ishigidan birinchi bo'lib kirgan kishi sizlarni yarashtirib qo'ysin. Bu yaxshi gap bo'ldi. Amsa, eshikdan birinchi bo'lib kiradigan kishini saqlayli. Quraysh eshikning yanida kiradigan kishini saqladi. Eshikdan birinchi bo'lib kirgan kishi payg'ambar alayhissalom bo'ldi. Bu vaqtda hammasi birdek as-sodiq, al-amin, eng ishonchlik, eng rostchil kishi deb cho'qirishib ketdi. Payg'ambarimizning donoligi namoyon bo'ldi. Payg'ambarimiz shidishapni yerga silib, ustiga Ajarul Asvatni oldi. Ondan har qaysi qabila boshliqlarini shidishapning burjigidan tutib ko'tarishiga buyurdi. Muborak qo'li bilan shidishap ustidagi toshni elib o'z joyiga qo'ydi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu ish sababli qon to'kilishning oldini oldi. Bu voqea payg'ambarimizga payg'ambarlik vazifasi berilishdan 5 yil burun yuz bergan bo'lib, payg'ambarimiz bu vaqtda 35 yoshda edi. Payg'ambarimiz 40 yoshlarga kirganda hech kim bormaydigan xoli yerlarga berib, Allohga yaqinlashish uchun koinotni tafakkur qilishga boshladi. Qanday yaqinlashish o? Allohga yaqinlashish, Allohga ibodat qilish demakdir. Payg'ambarimiz bu ibodatni yolg'iz qolganda tinish yerlarda qilgan. Payg'ambarimiz Makka ga yaqin bir tog'dagi Hiro degan g'orga borgan. Bu g'orda o'zi yolg'iz istiqomat qilish uchun Ramazon oylarini tanlab, butun oyni mushu g'orda o'tkazgan. Uning oziq-tulikini ayoli Xadicha tayyorlab bergan. Xadicha pat-pat payg'ambarimizning yeniga kelib turgan. Payg'ambarimiz payg'ambarlik kelishdan burun rost tushlar ko'rishga boshlagan. Rost tushlarmi? Shundoq bolarim. Vahiy eng dastlabida rost tushlardan boshlandi. Payg'ambar alayhissalomning ko'rgan tushlari tong nurdek ro'shan edi. Payg'ambarimiz kamolat yeshi bo'lgan 40 yoshga to'lganda g'ordagi istiqomati ko'pishga boshladi. Yolg'iz qilib dunyoning qorong'uligidan yiroqlashib Allohga yuzlandi. G'ordan o'zi yaxshi ko'rgan Makka shahriga ko'z tashladi. Dunyoni kimning yaratganligi haqida fikr yurgizdi. 3 xil yo'l orqali fikr yurgizdi. Birinchisi yolg'iz qilish, ikkinchisi ibodat qilish, uchinchisi Ka'baga qarash. G'orning kirishidan Ka'ba ko'rinadi. Payg'ambarimizning bu istiqomati Alloh taoloning uni paydinpay kamolat darajasiga yetkazib, vahiy qabul qilishga ko'ndirish va payg'ambarlikdan iborat muqaddas vazifani berish uchun edi. Kunlarning birida u tog' ustida turganda uningga vahiy keldi. Bova, payg'ambarimizga vahiy kelganligini bizga kim yetkazdi? Aytqina bova, men bek qiziqib qelyapman. Bolarim, payg'ambarimizga vahiy kelganligini bizga Oyisha onamiz yetkazdi. Rasulullohga dastlabida tushi orqali vahiy kelishga boshladi. Bir kuni u Hiro g'orida edi. Uning yoniga farishta kelib, o'qi dedi. Rasululloh, men o'qishni bilmayman dedi. Farishta yana o'qi dedi. Bu ahvol 3 qatim takrorlandi. Uningdan keyin yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qi degan tunji oyat nozil bo'ldi. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Demak, Qur'oni Karimdan tunji bo'lib o'qi degan so'z nozil bo'lgan, shundaqmi bova? Bova, tunji bo'lib o'qi buyrug'ining nozil bo'lishidagi hikmat nima? Bolarim, buning nurg'un hikmati bor. O'qish ilm va madaniyat ochqichidir. İnsan o'qish orqali taraqqiy qiladi. Ilm bilan yuksaladi. Shunga sen har doim bizni darsimizda o'qishga rag'batlantirib ekansan-da? Shundoq qizim. Faqat maktabdagi darslikni o'qish bilan kifoyalansak bo'lmaydi. Foydali har qanday kitob bo'lsa o'qish lozim. Makka xalqi vahiy orqali berilgan bu payg'ambarlikdan xabar topdimi? Albatta xabar topdi o'g'lim. Eng dastlabida payg'ambarimizning yaqinlari xabar tepib, payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligiga ishondi. Ayollardan tunji bo'lib, Xadicha onamiz musulmon bo'lib, payg'ambarimizni tasdiqladi. Ey Maysara! Do'stimiz Muhammadga nim bo'pti? Menmi aniq bilmadim. Zayd bilan men Xadicha xonimning yanida o'ltiratdik. Muhammad Hirodan qaytib keldi, ammo boshqacha ko'rinadi. Intayin qo'rqib ketgan edi.
O'zidagi qo'rqinchdan bo'lgan titrakni besish uchun Xadichaga meni yo'gab qo'yinglar dedi. Xadicha uni qo'rqinchisi besiqquchi yo'gab qo'ydi. Qo'rqinchisi besiqqandan keyin u yuz bergan ahvolni so'zlab berdi. U g'arda yolg'iz qolganda oldida bir shaxs paydo bo'lib o'qu debdi. Ammo u o'qishni bilmayman debdi. Ikkinchi qatim yana o'qu deyilganda payg'ambarimiz levini midirlatishga boshlabdi. Vahiy elib kelgan shaxs, men bo'lsam Jibroil, sen bo'lsang Allohning bu koinotga avatgan elchisi debdi. Va yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qu degan oyatni o'qib payg'ambarimizga o'qitibdi. Payg'ambarimiz bu ishdan qo'rqib ketib uyiga qaytib kelgan ekan. Allohning elchisi degan aytqini keyin bo'ldi. Muhammad qaytib kelib bo'lgan ishning hammasini aytib berganda Xadicha xonim uningga Alloh bilan qasamki, Alloh seni hargiz rasvo qilmaydi debdi. Xadicha keyin uni tog'isining o'g'li Varaqa ibn Navfalning yoniga elib beribdi. Muhammad alayhisalom ko'rganlarini Varaqaga aytib beribdi. Bu Alloh taolo Musa alayhisalom tushirgan shariatdir. Kashki men yosh yigit bo'lsam-chi, sen qayningning ota-bobolardan tortib ishinib kelayotgan dinini o'zgartishni talab qilganliging uchun seni ular o'ch ko'rib, dushmanlashib, tug'ilib o'sgan yurtingdan haydab chiqaradi. Sen dinga da'vat qilgan chog'laringda hayot bo'ladigan bo'lsam, sana yaqindan yordam qilaman. Bu ishdan boshqalar xabar topdimi? Yo'q, bu ishni faqat uchimizla bilamiz. Boshqalar taxi bilmaydi. Payg'ambar alayhissalomdan vahiy bir mazgil uzilib qoldi. Ikkinchi qatim Jibroil alayhissalom kelib, payg'ambarimizga uning Allohning eng oxirgi payg'ambari ekanligini va yer yuzidagi barliq insonlarga buni yetkazdiganligini xabar qildi. Shuningdan keyin payg'ambarimizning hayotida yangi bir sahifa ochildi. Uning vazifasi o'ziga kelgan vahiylarni kishilarga yetkazish edi. Payg'ambarimiz 40 yoshidan boshlab to'p-to'g'ri 20 yillik hayotini dinni da'vat qilishga otadi. Bu yo'lda yerib charchashni bilmadi. U bu dunyoda faqat o'zi uchun yashamadi. U umrini kishilarni islom diniga da'vat qilish bilan o'tkazdi. Payg'ambarimiz islomiyatga eng avval o'z yaqinlarini da'vat qildi. Xadicha onamiz tunji bo'lib islomiyatni qabul qildi. Yoshlardan Ali ibn Abi Talib, qullardan Zayd ibn Harisa, do'stlaridan Abu Bakr qatorliq kishilar islom diniga tunji bo'lib kirgan kishilardir. Payg'ambarimiz da'vatni 3 yil maxfiy ilib bordi. Keyin ochiq-oshkor da'vat qilishga boshladi. Quraysh va Makka aholisi islom da'vatidan tunji bo'lib tuvandagi oyat nozil bo'lganda xabar topdi. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Ballarım, Allah xolisa, kelarki qatim sizlarga bu oyat nozil bo'lgandan keyin nima ishlar yuz berganligini